Shovot kanali tarixini bilasizmi? Shovot kanali Xorazm viloyati hamda Turkmanistonning Toshqovuz viloyati hududidan o'tuvchi qadimiy va yirik magistral sug'orish inshootidir. Uning asosi 17-asr oxirida, aniqrog'i 1681-1682 yillarda Xiva xoni Anushaxon tomonidan qurilgan. Kanal Amudaryoning chap qirg'og'idan Xonqa qal'asidan 7-8 kilometr yuqoriroq hududdan qazdirilgan bo'lib, o'sha davrda vohaning yangi yerlarini o'zlashtirish va dehqonchilikni rivojlantirish maqsadida barpo etilgan. Dastlab kanal Shohobod deb nomlangan. Bu so'z Shoh obod qilgani degan ma'noni anglatadi. Vaqt o'tishi bilan mahalliy talaffuzda bu nom Shovot shakliga aylangan. Ayrim manbalarda Utqur fayz, Yangi Ser fayz va Barakali kanal nomi bilan ham tilga olinadi. Shovot tumani nomi kelib chiqish tarixi ham Shohobod kanali hamda Shohobod qal'asi nomi bilan bevosita bog'liqdir. 1939-1940 yillarda Shovot kanali qayta rekonstruksiya qilindi. 1940-yilgacha u Amudaryodan to'g'ridan-to'g'ri suv olgan bo'lsa, keyinchalik 14,6 kilometrlik tutashtiruvchi kanal orqali Toshloqda tizimga ulandi. U esa suv taqsimotini yanada barqarorlashtirish va sug'orish tizimini yaxshilash imkonini berdi. Kanalning umumiy uzunligi 150 kilometrni tashkil etadi. Shundan 78 kilometr O'zbekiston hududidan, 72 kilometr esa Turkmaniston hududidan o'tadi. Uning suv o'tkazish qobiliyati soniyasiga 210 kub metrga yetadi. Shovot kanali bo'lgan Shovot Toshqovuz shahridan oqib o'tadi va qadimdan Xorazm vohasini suv bilan ta'minlovchi asosiy arteriyalardan biri hisoblanadi.